Assalomu alaykum aziz Burhan TV YouTube telekanalining muxlislari, aziz tomoshabinlar, aziz kuzatuvchilarim, aziz YouTube dostlarim, yurtdoshlarimiz. Mana ko'rib turganingizdek, demak biz Ersaq onlayn kompaniyasining binosidamiz va binoning 3-qavatida va nihoyat ko'rsatuvimizni suratga olish jarayonini boshladik. Sanobarxon Asqarova ushbu kompaniyaning direktori va hozir Gulnazaxon qizimiz suhbat jarayonida tanishib o'tadilar. Biz suhbatimizni boshladik va Ersaq onlayn kompaniyasi xususidagi savollarimizga javob berasiz. Gulnazaxon esa bizni tomosha qilib turgan barcha rusiy zabon tomoshabinlarimizga, mijozlarimizga, muxlislarimizga o'zlari fikrlarini bizni bugun bo'ladigan suhbatimizni rus tilida tushuntirib o'tadilar. Bilishimcha bugungi kunimiz, bugungi chiqishimiz ilk Ersaq kompaniyasining ilk suhbatida biz bir mahsulot haqida suhbat yuritamiz. Uni hozir Sanobarxonga savol berganda gapirib o'tadilar. Sanobarxon, rahmat, xursand bo'ldik. YouTube Burhan TV jamoasi mana Ersaq kompaniyasi huzurida, mehmonda. Ersaq nomi xususida to'xtaling va bu nima? Avval boshidan bu korporatsiya dedik. Qanday tashkil etilgan va qayerda tashkil etilgan va biz nima uchun bu Ersaq kompaniyasini bir necha bor takrorladik, shu xususida to'xtalsangiz marhamat. Ersaq kompaniyasi korporatsiya hisoblanadi. O'zini chunki 7 ta zavod fabrikalari bor, hattoki plantatsiyalari bor. Korporatsiyamizning prezidenti Bakir Sariy Turkiyada Denizli shahrida shu korporatsiyaga asos solganlar 2002-yilda. 2002-yildan beri hozir shu kungacha faoliyat olib boryapti. Juda ko'pgina davlatlarda qonuniy bo'lib kirib kelgan. Bizning O'zbekistonga 2019-yil may oyida korporatsiyamiz qonuniy bo'lib Turkiya posolstvolari orqali kirib keldi. Korporatsiyamizning hozirgi kunda mahsulotlari juda ham